Red Dead Redemption 2, GTA 5 va qolgan o'yinlarni tekinga o'ynashingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Investma Brian kanali. Bugun biz sizlar bilan Steam dasturidagi pullik o'yinlarni tekinga tortishni ko'rib chiqamiz. Steam dasturiga kirib olamiz. Masalan, bugungi videomizda biz sizlar bilan ommalashgan o'yinlardan biri bo'lgan bu Red Dead Redemption $59. Mana $59. Copy Red Dead Ultimate Edition oxirgi editionni $99. Ya'ni $100 sotib o'ynashingiz kerak bo'ladi. Hammada ham $100 pul yo'q, ammo o'ynash niyatida bo'lganlar uchun bu video aynan o'shalar uchun va siz ko'rib turgan siz uchun ham. Bu uchun bizga Google Chrome dasturi kerak bo'ladi. Biz unga kiramiz va u yerdan biz Steam Tools Download deb yozamiz. Steam Tools Download deb yozganimizdan so'ng bizga birinchi kelib chiqqan sayt, ya'ni Steam Tools Net saytiga kiramiz. U yerdan biz Get It Now knopkasini bosamiz va Download Setup Recommended knopkasini bosgan holda u dasturni tortib olishimiz mumkin bo'ladi. Tortib olgandan so'ng uni ustanovit qilishimiz, ya'ni kompyuterimizga o'rnatishimiz kerak. Uni bosgandan so'ng biz Da knopkasini bosamiz va Next va qayerga tortish kerak, ya'ni qayerga tortamiz bu dasturni deb chiqazyapti. Siz o'zingizga qaysi joy, qayerga tortish kerak bo'lsa o'sha joyga tortasiz. Men mana belgiladim. Install tugmasini bosamiz. Run Steam Tools. Hozircha run qilmaymiz. Finish. Va bu yerda bizni programmamiz tortildi va bu mana shunday holatda, shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bizga o'yinlarni tortish uchun Telegram dasturi kerak bo'ladi. Telegramga kiramiz va u yerdan biz Steam Tools degan botni qidirib, uni restart qilamiz. Ya'ni start, sizlarda start chiqadi. Start qilgandan so'ng bizga 3 xil inline knopkalar chiqadi. Biz ulardan shu inline qidiruvini bosamiz. Inline qidiruvga biz bu yerga Red Dead Redemption 2 sразу bitada chiqazib berdi va buni tortib olgandan so'ng buni biz kompyuterimizga saqlanib qilib olamiz bu zipni. Hop, ana saqlanib qilib oldi. Saqlanib qilib olgandan so'ng bizga Telegram o'zi kerak bo'lmaydi. Uni o'chirsak ham bo'ladi qizil bosib. Bu yerdan biz endi tortib olgan papka, ya'ni zip faylimizni ichidagi fayllarni zipdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz faylni ustiga kelib mishkani, ya'ni so'nchani o'ng knopkasini, o'ng tugmasini bosgan holda извлечь все qilamiz va qayerga chiqasin. Bizga ichidagi fayllarni shu рабочий stolga chiqazib bersa bo'ldi. Mana ichidagi fayllar, ya'ni Red Dead Redemption o'yinini fayllari. Endi bizga bu ham kerak bo'lmaydi, buni ham o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Endi bularni chiqazib olgandan so'ng zipdan biz Steam Tools dasturini ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Ishga tushgandan so'ng Steam Tools dasturi bizga shunday kichkina mini knopkacha hosil qiladi ekranimizda. U yerga biz shu tortilgan Red Dead Redemption'ni shunday fayllarni hammasini bitta qilib belgilagan holatda shu mishkan chap tugmasini bosgan holda ko'tarib shu kichkina knopkamiz ustiga olib kelib tashlaymiz va shunday holat chiqadi. Bu degani bizga уже o'rnatildi. Endi biz restart Steam qilamiz va Steam Tools dasturi Steamni restart qilib bizga ochib beradi. Bir marta ochib bergandan so'ng o'zingiz qolgan paytida xotirjam Steamda bosib kirib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Mana bizga ochib berdi. Endi biz magazin, masalan bu yerdan o'sha o'yinni yana qidiramiz. Red Dead Redemption $59. Bu korзина $59.99. Endi biz bibliotekaga o'tgan holatda qarasak, bizda Red Dead Redemption 2 hosil bo'lgan va u bizga tekinga ustanovka holatida turibdi. Biz buni shunday ustanovka qilamiz. Qayerga ustanovka qilish kerak bo'lsa, o'sha joyni belgilab ustanovka qilib, xotirjam o'zingiz maza qilib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bu o'yinni ham xudo xohlasa o'ynab, hammasi missiyalarni boshqasini qanday qilib o'ynab, qanday kачествоda hosil bo'lgan bu o'yin, hammasini o'ynab chiqazamiz. Faqat u video boshqa kanalimizda bo'ladi. Hamma videodagi ishlatilgan saytlar silkasi, Telegram botlar silkasi
video описаниясida bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.